Yoshim 20 da. Ismim Anvar. Fizkultura universitetida 2-kursda o'qiyman. Onam va singlim bilan shaharning eski, lekin mustahkam 4 qavatli uylarning 3-qavatida yashaymiz. Dadam esa Rossiyada ishlaydi. Uyda bir marta qo'ng'iroq qiladi xolos. Hayotim oddiy o'tayotgandi. Ammo bir kun o'qishdan charchab qaytayotganimda yuqori qavatda yashovchi kenayim meni to'xtatdi. "Divonni surishga yordam bera olasizmi, Anvarjon?" dedi u. Rad eta olmadim. Uning ovozida muloyimlik, nigohida esa ishonch bor edi. Egnimni alishtirib, yengil sportivka kiyib chiqdim. Uylariga kirganimda u ham kiyim alishtirgan edi. Keng, yoqali sholk xalat ichida edi. U xonani tozalayotgan edi. Men esa divanni aylantirib surdim. Divan ustida nimadir chiqib ketdi. U shoshib terib oldi. Men esa hech narsa ko'rmagandek harakat qildim. Ammo xonada nimadir o'zgarib ketgandek tuyuldi. Suhbatimiz qisqa bo'lsa-da, har bir so'z, har bir nigoh bizni asta-sekin yaqinlashtirib borardi. Kinoyim ohangida bir qator yolvorish, bir qator ishtiyoq bor edi. Oradan bir necha kun o'tdi. U meni yana bir necha bahona qilib chaqirdi. Kir mashinasi, elektr razvedka, shikaf chirog'i, shift chirog'i. Men ham qarshi bo'lmadim. O'zimga tan olib bo'lmasdim, lekin u ayolga tortinayotgan edim. Bir kuni mehmonxonada u xalatni ustini to'g'rilamay qoldi. Nigohlarimiz to'qnashdi. Gaplarimiz endi nozik yo'lga burildi. "Siz ham sog'ingandirsiz pochchangizni", dedi kulimsirab. U jilmaydi, lekin ko'zlari nurlandi. "Ha", dedim sekin. "Yaqinda kelaman deb aytdi." Shu voqeadan keyin oramizda ochiqchasiga aytilmasa-da yaqinlik, ishtiyoq va his-tuyg'ularning sukutdagi tili paydo bo'ldi. Har gal uyga kirganimda yuragim tez ura boshlardi. U ham menga qaraganda kulimsirab tursa, yuragimdagi istakni yashirish qiyinlashar edi. Bir kun kelinchak, agar yana erkak qiladigan biror ish chiqsa sizni chaqirsam bo'ladimi, deb so'radi. Men indamay bosh irg'adim. O'sha kundan so'ng uy menga begona emasdek tuyula boshladi. Har gal chaqirganda men u yerga yordam emas, o'zim ham tushunmagan ehtiyojimni qondirishga borayotgan edim. Onam ham nimadir sezgandek bo'lardi. Ko'zlari ko'proq kuzatardi. Bir oyga yaqin vaqt o'tdi. Ta'tilga qaytdi. Men kelmadim. Uning chaqiruvi to'xtadi, lekin ichimda bir bo'shliq bor edi. Bir necha hafta o'tgach u meni yana chaqirdi. Oxirgi marta sukunat ichida qarab turdi. Shunday dedi: "Rahmat sizga. 2 yildan beri umid qilardim. Endi niyatimga yetdim." Men hech narsa demadim. Yuragimda qalin jimlik bilan uyga chiqdim. Uydan chiqqanimda yuragim g'alati tarzda siqildi. Osmonda bulut yo'q edi, lekin ichimda qorong'u nimadir girdikapalak aylanayotgandi. Kelinchakning so'nggi so'zlari hamon qulog'imda yangrayotgandi. "Rahmat sizga. 2 yildan beri umid qilardim. Endi niyatimga yetdim." Boshida bu gapni hazil deb o'yladim. Balki shunchaki ayyorona minnatdorchilik yoki mening bolalarcha xayolimni titratadigan bir ohangdir, dedi. Lekin oradan kunlar o'tdi. U yana chaqirmadi. Chet elga qaytganda qaramay eshik ochilmasdi. Qadam tovushlari ham sekinlashgandi. Men esa har kuni derazadan yuqoriga qarardim. Bir kuni pastdagi do'konda kelinchakni ko'rib qoldim. U sal oldinroq homilador ayollar kiyadigan kiyim libosida edi. Yuzimda esa nimadir yengil tabassum bor edi, xuddi og'ir yukdan qutulgandek. "Salom Kinaya." "Salom Anvarjon. O'qishlaringiz yaxshimi?" "Yaxshi, sizchi, sog'lig'ingiz joyidami?" "Ha." Ko'zlarim
olib qochdi. Hamma narsa yaxshi, endi hammasi joyida. Shu qadar oddiy, ammo og'ir javob edi bu. Men nima deyishni bilmadim. Ichimda to'fon, tashqariga sukunat, sokinlik. Oradan oylar o'tdi, qish kirib keldi. Bir kun onam xonaga kirib, yuqoridagilarni kelinchagi bolali bo'pti, eshitdingmi, dedi. Men jim qoldim. Eshitgandim, sezgandim, his qilgandim. Farzandli bo'lishini 2 yildan beri kutayotgan ekan. Davom eting, ona. Ba'zida hayot o'zi shunaqa mo'jiza chiqaradi. Men derazaga qaradim. Oq qor yog'ayotgan edi. Oppoq qor yerga tushayotgandi. Hech qanday iz qoldirmasdi, lekin yuragimda u kunga tegishida iz qoldi. Oradan 4 yil o'tdi. Men hozir 4-kursman. Bitiruvchi. Yaqinda Toshkentga ko'chib o'tdik. Onam o'qishim yaqin bo'lsin deb kvartira ijaraga oldilar. Eski uy, eski derazalar, eski tanish qavatlar, bular ortda qolgandek edi. Ammo kechasi tushimga o'sha ayolning tez-tez ko'rardim. Ba'zida u yig'lardi, ba'zida bolani quchoqlab o'tirardi, ba'zida esa jim menga qarab turgan bo'lardi. Bir kuni singlim telefon qilib qoldi. Aka, bizning eski uyimizga qayta ko'chmoqchimiz. Dadasi shunaqa qaror qildi. Yangi odamlar kirgan, lekin yuqoridagilar hanuz shu yerda. O'sha kecha ko'zim yumilmadi. 3 hafta o'tgach biz eski uyimizga borib, eski oshnalar bilan ko'rishdik. Hamma o'zgaribdi, faqat o'sha eshik hanuz joyida. To'xtab qoldim. Bu eshik sizlarga to'la tarixiy pushaymonmi, ehtirosmi? Go'dak hayolim ko'milib yotgan eshik edi. To'satdan eshik ochildi, u chiqdi. Ammo u bir o'zi emas edi. Yonida 2-3 yashar bir bola. Oppoq jingalak sochli, qora ko'zlar bola edi. Bolani ko'rganimda yuragim tez urdi. U menga tikildi. Men ham. Ayol ko'zlariga qarab ko'nglimni anglab turgandek jilmaydi. Anvar, salom. Men bosh irg'adim. Salom, bu bolangizmi? U sekin bosh irg'adi. Men ismi nima deb so'radi. U Yusufjon, yoshligida kuchli yurishingni yaxshi ko'rardim, dedi. Men esa ichimda nimadir sezardim. U bolaga qaradim. Bola menga qaradi, jilmaydi. Ehtimol bu tasodifdir, ehtimol yo'q. Bu hech kim bilmaydi. Faqat biz ikkimiz va u ayol.